Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli görürmenlerimiz Vaka ve Mulahize programımızın 38. saniyeli görüşünlerini karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Kadirli görürmenlerimiz, hem Allah malum boğandak, biz bu programımızda bulup mumuşu vatanımız Şarkı Türkistan davamızga münasebetlik en yeni gün tertipte boğan meselelerini şu iş yüz bergen hemen vakti-vaktida şu sahanın mütehassislerini, alimlerini, teşkilat rehberlerimizi teklif kılıp mülayiz qılan şekilde söhbət qılıb kilovatımız. Bugün şunun cümlesinden tünügün ilanımızda bergendek Malezya'da, yani Şarkı Türkistan davası Malezya'da mavzusunda söhbət qıldığanlığımızı ilan bergendik. Hem Allah malum Halkara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği 23. fevraldan başlap Malezya seferine başlayan, elbette biz istiqlal haberlerimizde her gün digidek uyardı boğan davamızın yükselişi üçün ro'yobga chiqqan xizmatlarni vaqti-vaqtida kundalik xabarlarimizda berib keldik. Ziyorat yaqinda tugab 4 mart tugab 5 martda qaytib kelgan bo'ldi rahbarlar. Endi biz bu ziyoratniki umumiy ahvolini nimalar qo'lga keldi, buni bir shu ziyorati bo'lgan mas'ullar bilan suhbat qilaylik deb o'ltiribdik. Bugungi programmamizga ikki aziz mehmonimizni taklif qildik. Stüdyoda Halkara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği Baş Katibi Abdurashid Amin Hacım efendim stüdyomuzda kıymetli vaktin çıkıp kepegeli için köp rahmet etimiz. Allah razı olsun. Yana bir mehmanimiz Avustralya'dan qatnaşıvatıdı. Şarkı Türkistan İnsan Hakları Köztüş Cemiyeti reisi. Şundaqla Halkara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği'nin Taşqi işlar mas'uli Nur Muhammed Majid Türkistani efendim Avustralya'dan qatnaşıvatıdı. Kıymetli vaktin çıkarıp qatnaşıp berganligi uchun programımız köp rahmet etimiz. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programımız YouTube ve Facebook kanallarımız orqali naq maydondan tarqatilyapti. Ekran oldida chiqib turayotgan nomerimiz shundaqla ijtimoiy uchur vositasidagi aloqa vositalarimiz orqali programmamizga aloqador har qanday fikr taklif bo'lsa, berishinglarni, savollaringlar bo'lsa, so'rashinglarni umid qilamiz. Shundaqla ko'plagan qarindoshlarimizning bu ma'lumotlarga ega bo'lish uchun ham baharlab qo'yishni ham unutmaysiz. Endi bevosita programmamizga kirib ketsak unda bo'lsa, albatta deganimdek yuqorida hurmatli Abdurashid efendim Teşkilatlar Birliği'nin reisi Davletli Obuzxon efendim boshchiligida va Yevropalik Shvetsiyadagi ham Nijat Turg'un efendim Yevropa Teşkilatlar Birliği'nin Yevropa mas'uli. Bu hay'atla Malezya'dan ait keng ko'lamlik bir ziyorat başlandı. Bugünkü söhbetni men en ahirgi savolni en başta so'ray deb o'ylayapman. U bo'lsa hamda en ahirda qaytishdan bir qancha kun burun Malezya'da bir rasmiy iz qoldirib Uyg'ur Malezya Münasebetleri Teşkilatı ismida bir teşkilat qurdinglar. Rasmiy qurilib ichilish murosimi o'tkazildi. Mushu teşkilatdan başlasak birinchi suhbatni. Siz javob bersangiz yoki teşkilatning reisi oldimi kim? Teşkilatning reisi mencha Nur Muhammed. Unda olsa Nur Muhammed efendimga reisimiz aldı bilan bu yangi qurilgan teşkilatning reisi bo'lib yana bir vazifa ustingizga yuklanibdi. Bu vazifada albatta bu xizmatingizda utuq tilaymiz. Malezya'dagi bir davlatda Sharq Turkiston davası qildigan yana bir teşkilatning u yerda güzel bir şekilde kurulganlığı davamız için nihayet muhim bir qadam albatta. Siz bu teşkilatning qurilish bosqichlari jarayoni mushqatimga ziyoratda beriblam to'pida qurdinglarmi yoki buni oldi keyni degandek masala haqida bir javob bergan bo'lsangiz. Bu bilan bir yana qashqadaryo istiqlol televiziyasi orqali mushu programmanki mezmunlardan xabardor bo'lgan qatnashchilarimizning hammasiga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom. Sharqiy Turkiston davosiniki Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari, ya'ni Tayland, Malayziya va Indoneziya qatorli davlatlarda yuklanishi albatta shu Sharqiy Turkistonlik qarindoshlarimizninki mushu davlatlarda besib ketgan izlari va shundaqla bu yerda tarqalgan nurg'un musibatli qayg'uli xabarlarga bevosita munosabat. Çünkü 2009 yılı Sharqiy Turkistonning Urumchi shahrida yuz bergan qonli qirg'inchilikdan keyin nurg'unlagan qarindoshlarimiz Sharqiy Janubiy Osiyo yo'llarini
resmi Türkiye'ye ve şimdi başka ülkelere yol ketdi. Bunların köpüncüsü Türkiye'ye yerleşti. Ama şu ötkinci mezgillerde Endonezya'da, Malasya'da, Tayland'da, Vietnam'da, Burma'da, 5 devletin içinde nurg'unlagan jafolik küfrünü, musibetlerini, bazıları canlarını kattı, bazıları tümüler yaptı, bazıları bu jarayonlarni, mushaqqatli jarayonni kesib o'tib, xotirjam bir vargan bo'lsin. Tabii hozirgi kelguncha shu Xitoyning ichida va shundoqla shu yo'llarning ustida chekkan riyozatniki sinovlar ketmaydi. Bu bizga ta'sir qilgan bir omil, omillardan hisob qilsak. Bundan boshqa bu Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari Xitoy bilan bevosita shug'ullanadigan va shundoqla Xitoyninki Sharqiy Janubiy dengizda kengaymichilik siyosati yaqinda 2014-yildagi Xitoyning yangi raisi Shi Xitoy o'qib chiqqandan keyin bu Sharqiy Janubiy dengizda bo'layotgan kengaymichilikninki ta'siri bilan ba'zi kichik davlatlarninki o'zininki Xitoy çekilmek sebebidir. Üzerindeki tabi olan teşkilatlar, yani ASEAN deb atalgan 11 devletler olan teşkilat. Ve şundakla buların münasebetli buluvatkan ve bularla yaxşı münasebet yapan Amerika, Yaponiya ve Hindistan, Avustralya katarlık devletler bilen oturuşturup özgürüvatkan bir siyasi dinamiki var. Bunun Xitoy bilen dostluk, iqtisadi münasebet ve şundakla bir medeni almashtırıp katarlık issiq munosabatlarning hammasi ular bugun kelgan chog'da Xitoyninki iqtisodiy kengaymichilik siyosiy buzg'unchiliklari va shundoqla Xitoyninki zimin kengaymichiligi masalasi tufaylidan bu davlatlarda Xitoyga qarshi tabiiy bir uyg'unish holati shakllanadi. Ham munosabatini deb o'tdik Uyg'urlar, Sharqiy Turkistonliklar bu ziminni besib o'tgandan keyin bizning masalamizga bog'liq qismlarimi oz to'la holda ularninki mediasida axborot sohasida va shundaqla shu jamiyat va hukumat omma qatorliq musohalarning hammasida bir yuziga chiqqan bir masalaga aylangan. Masalan, Taylanddagi musulmonlar tashkilotlari, Malayziyadagi boshqa musulmon qarindoshlar tashkilotlari, Indoneziyadagi tashkilotlar bular to'xtamsiz shu ayni zamonda qarindoshlarimizga yordam beradigan, ularni qutqizadigan va shundaqla ularni bexatar boshqa davlatga chiqib qo'ygan xizmatlarda amaliy bo'lgan qarindoshlar. Biz bu Malaysiyadaki ziyaretimiz gerçeklikle bir hakiki bir netice qo'lga keltirgan deb qarasakmı, ama 2009 yıldan tartib bizning Malaysiyada xizmatimiz davom etgan. Masalan, biz Avstraliyadan nurg'un qitim o'zim bu 16-cı qitim ondan boshqa Turkiyadan Sharqiy tashkilotlar birligininki Hazret Reisi ve şunakla en çok teşkilatınınki Reisi İdaretullah Osman bir qancha qarindoshlar bilan kelib bu yerdagi hükümet NGO yani teşkilatlar, xalqlar ve media bilan aloqa qilib en ahırda Malaysiya ve Uyg'ur qarindoshlikninki bir yo'lini gerçi sırıqlashmagan bo'lsa bir dastlabki yo'lini ochgan. Yani biz bu necha yillardan tortib izlash orqali ana shu yo'lni qanday qilgan chog'da haqiqatan bir siliqlangan va shundoqla sistemlashgan va shundoqla o'zimizningki shu davlatlarda bexatar holda faoliyat ilib bora oladigan va shundoqla ilib borgan faoliyatimizdan amaliy bir natija chiqartirib xalqimizga mayli Malayziyani bo'lsin, mayli bu sirtda yashovchi diaspora qarindoshlarimiz bo'lsin, yoki bo'lmasa bundan keyin vatandan kelib Malayziya, Indoneziya qatorli davlatlarga bo'lgan qarindoshlarımızga amaliy bir yordam sutisini tayyorlaydi degan maqsadda bu planni atrofda olib chiqdik. Buningki oq ko'rinishini biz oshkorlamaymiz, chunki qanday ilib berilgan, kimlar bilan ilib borganligi masalasi bu yuqori classified information deymiz biz. Maxfiy tutilgan mashg'ulot. Ammo lekin bizning bu amaliy qilgan harakatlarimizga Malayziyaninki tutgan pozitsiyasi mayli hukumat tarafdan bo'lsin, mayli tashkilot qurulma nuqtasidan bo'lsin, mayli media nuqtasidan bo'lsin, mayli ommaninki buni qo'llash nuqtasidan bo'lsin, to'rtli tarafdan bizga nisbatan yaxshi bir qarshi elish maydoni chiqdi. Bularmi 2022 oyda Anvar Ibrahimninki Malayziyaninki bosh ministrlik saylanishi va shundaqla 25 yillik tirishchanligining natijasida xizmat qilgan nurg'un qarindosh tashkilotlarninki haqiqatan hozir bir hokimiyatga bog'liq bo'lgan shaklga kelishi
bu faydalı meydan aylandı. Şu sebepten bu katımlık bu 8 kunluk seferimiz jarayonida o'zimiz tayyorlagan va kun tartibga kelgan masalalarning hammasini shu rasmiylashtirish sebeplari bilan uyaga bog'liq. Hamda bu Malaysiya Uyg'ur Malaysiya munosabatlari tashkiloti. Xo'sh. Bir munosabat emas, munosabatlar tashkiloti deb buningki meni hukumatga sunadigan qonunlik hujjatlarini bu yerdagi qonunlik tizimga oltiradigan bosqichlarni va shundoqla bizning bu tashkilotni yurgizish o'zimizniki istiqillik yo'nalish sustainable deyiladi inglizchada. Kelgusida uzilib qolmaydigan taraqqiy qilishi uch bo'lgan yo'llarimizni hammasini biz avval puxta tayyorlab qilgandan keyin bu yerdagi yerlik tashkilotlar shundoqla munosabatli qilgan va shu tashkilotniki sog'lom holda bir harakat qilish uchun bizga mana ushbu hozirlab turgan taraflarning hammasi bilan yaxshi aloqalashib tayyorlik bilan bog'liq. Alhamdulillah bizning bu ziyoratimiz yaxshi bir natijadan keldi. Hamda 3 mart kuni 03/03/23 degan bu kunda biz bu jamiyatninki bu yerda rasmiy e'lon qilinganligini, bu jamiyatning qurulganligini oshkorlagan va bir axborot e'lon qilishini aytilgan. Bu yerga 12 dona NGO'ninki rahbarlari keldi. 3 dona hukumat amaldorining rahbarlari keldi. Va shundaqla mediadan 2 media bu naqmaydi. Bunun altında yana 2 bir televiziya, bir radio orqali shu tashkilotning qurilganligini biz Malaysiya ammasiga yetkazgan bo'ldik. Xo'sh. Undan boshqa bu tashkilotninki bu yerda uning tafsilotlarini, uning nima ish qilganligini biz bu yerda hozir demaymiz. Faqat tashkilotimizningki nima to'g'risida xizmat qilganligi to'g'ri tushuncha berib qo'ysam, bizning birinchisi millatning da'vosiningki bu sharqiy Janubiy Osiyo davlatlariga bo'libmi Birleşken Devletler Teşkilatı'na bir azaplar kılıp Malaysiya devleti. OIC, İslam Birlik Teşkilatı'na azaplar kılıp Oğuzçı boğan Malaysiya devleti. ASEAN deydiğen bir son Asya'daki devletin boğan Malaysiya devleti. Şundakla iqtisadi cihetten olsun, akademik cihetten olsun, dünyadaki nüfuziye ve şundakla medya erkinliği, cemiyetin mukumluğu katarlık taraflardan nurgulluğun şartına hazırlanan bir devlet olan Malaysiya'nın üstünde bu cemiyetni kuruluşumuz bir siyasi ahamiyetga. Shundaqla bundan keyinki Sharqiy Turkiston davosininki tadrijiy holda biz bayatın algan taraflar organlarga tadrijiy holda kiralishga bir vaqt bo'ladi deb ishonganligimiz va shunday shu sohada jiddiy qilib ishlaganligimiz sababli bu natija meydon keldi. Bu jamiyatninki asosiy maqsadi davoni shartijani bahsetdik. Bundan boshqa biz yana iqtisodiy akademik, adam almashtirish va boshqa sohalarda xizmatlarni qo'ymoqchi. Ham uning ustiga biz bilan hamkorlashayotgan 12 dona NGO'ninki biz ismini demaymiz ularni. Xo'sh. Ularning hammasi bizdan o'zininki qo'llash pozitsiyasini bildirib, ularninki bizga qiladigan ba'zilari bilan memorandum of understanding deb MOU tuzib keldi. Ba'zilari bilan turush bosqichi bo'lgan bo'lsa, ular mayli bizning davosimizni hükümetke, ammaga ve başka teşkilatlarga Malaysiya mevcut teşkilatlarning hammasiga kirishga chunki roziligini va shundaqla yordam qiladigan istaklarni bildirdi. Buning o'zi biz uchun bir g'alaba. Chunki Malaysiyada bizning Uyg'ur Turkistonliklar yo'q. Yoki bu yerda sistemlashgan bir o'zimizningki da'vo qurumimiz yo'q. Ama yillardan beri teşkilatlar yaratib lekin bu bir bo'shliqdi. Malaysiyada sistemlashgan o'zimizning çıkılgan sukkumuz yani ofisimiz bo'lgan ve shundaqla Malaysiyaning hukumati media qismi NGO'lar bilan sistemalik hamkorlashgan turlarimiz bo'lgan bir qurilmaning tarqatga bu ro'yobga chiqishi bizga amaliyotda bir ishonchli millatimizga bir xush xabarni berdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat, haqiqatan to'g'ri aytdingizmi shu. Yuqorida so'zlab o'tdingizmi shu bulupmu Xitoyning iqtisodiy jihatda buncha kuchli bir davlatda rasmiy bir Sharq Turkiston da'vosi qilgan bir tashkilotning qurilishining o'zimi Xitoyni u yerda Xitoyning monopolligini biz ilgirki nurg'un suhbatlarimizda qilgandik. Albatta nihoyatda muhim bir qadam. Siz millatga tegilib bo'ldigan yerlarni dedingiz. Bu nihoyat bir
Güzel bir iş oldu. Köp rahmet etimiz. Yani hem hürmetlik Abdurrahman efendim. Bu ziyaretlerde elbette bir qancha yıldan buyon bu xalq diplomatiyasi xizmatlarini nihoyatda kuchli qilyapsiz islom dunyosida. Sharq Janubiy Osiyoga bir qancha qatim borgan bo'ldinglar. Bu qatim nihoyatda mo'l suhbatlar bo'ldi hamda ta bosh ministerdan boshlab ko'rishganlarning ichida. Biz endi bu ziyoratninki plani boshqa qaytib kelsak, bu qatimqi asosiy maqsadlar nimati o'rinlashtirilish, kimler bilan qandaq ishlar ko'rishildi shuni qisqa bir shaklda. Amaliyotda bizningki Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi ilgaridan tatib o'tirib qo'ygan bir o'qum bor. Bu xalq diplomatiyasi o'qumi. Yeni bu o'qum bizningki Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi vakillik qilayotgan Sharq Turkiston xalqininki gerçi resmi şekilde kabul kılınan bir devleti bo'lmasa-mu, bir izilgen ve işgal aslında yine işgal kılınan ve ilk irqiy qirg'inchilikqa duch kelayotgan bir xalqninki vakilleri buluş sübutimiz bilan mushu xalqlarning nomidan boshqa davlatlar bilan xuddi davlat bilan davlat o'rtasidagi aloqalardek bo'lanmasa-mu, ammo ma'lum darajada shu davlatlar bilan resmi aloqa qurishni nishon qilgan bir harakat xalq diplomatiyasi. Endi xalq diplomatiyasininki nurg'un yo'llari va uslublari bo'ldi. Masalan, kültür taraflari bo'ldi, diniy munosabat va davlat yoki xalqlar bilan diniy nuqtadan bo'ldi, xalq bilan xalq orasida bo'ldi, xalq bilan davlat orasida bo'ldi, xalq bilan tashkilotlar orasida bo'ldi. Bizning amaliyotda bir tashkiliy qurilma bilan, xalqqa vakillik qilgan bir tashkiliy qurilma bilan davlat va davlatninki nezdida muhim o'rinda turayotgan tashkilotlar va xalqlar, ya'ni uch taraflik, uch qatlamliq bir munosabatni maqsad qilgan bir faoliyat amaliyotda. Bunda odatda xalq diplomatsiyasida biz tashkilotlar birligininki hozirgacha tutib kelgan siyosiy yo'linishida Sharq Turkiston davosida G'arbninki Sharq Turkiston davosini qo'llashi, Xitoyga qarshi strategik planlari va qarshi meydan tutishi ve shuningdek bu yo'linishida Sharq Turkiston davosininki G'arbda her taraflamalik meşruiyet kazanışını aytmayım. Mayli bunun siyasi yeni müstakillikni maqsad qilgan siyasi hareketlerinin meşruiyet kazanışı, insan haklarını asas qilgan hareketlerinin meşruiyet kazanışı, Sharq Turkistonning kültürünü tunutuşunki uyada bir meşruiyet ve nimaga erişişi ve bu jarayonda BDT ve diğer başka şu G'arbninki asaslık aloqa supulları bo'lgan xalqarалық tashkilotlarda Sharq Turkistonliklarning va Sharq Turkistonga aloqador faoliyat va harakatlarning ko'payishi, Sharq Turkiston xalqining madaniyatining qo'g'dilishi, Sharq Turkiston inson haqlarining tilg'anishi, Sharq Turkistondagi ayollar huquqining tilg'anishi, yani BDT'de qaysi bir Sharq Turkistonga bog'lanayotgan qandaq bir organ bo'lsa BDT'de ve başka xalqaro Yevropa parlamentiga o'xshash, Yevropa birligiga o'xshash mushularning hammasininki Sharq Turkiston meselesini muhim o'ringa qo'yishi bu muhim bir narsa. Yani biz tashkilotlar birligi nuqtasidan. Ve shuningdek bu jarayonda bu her taraflamalik harakat etib berayotgan tashkilotlarninki ma'lum darajada G'arbda bir meşruiyet qozonishini aytmayman. Bu teşkilat öz xalqini temsil qiladigan bir teşkilat sifatida. Shuning uchun Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi mayli o'tgan yilgi Xalqaro Uyg'ur munbirda bo'lsin yoki boshqa o'rda ilgirki ko'rishimiz ziyoratlarda va hozirda ham bizningki Yevropa vakilimiz yoki Yevropadagi a'zo tashkilotlarimizniki vositasi orqali G'arbdagi meşruiyatimizning kuchayishi, G'arbdagi faoliyatlarimizning kuchayishiga qarata mangan vaqtning o'zida Sharq Turkiston davosininki utuqqa qozonishi uchun faqat G'arbninki o'zining strategiya planlari orasida Sharq Turkiston meselesini qo'llash emas, balki Sharq Turkiston meselesini amaliyotda Xitoyninki eng muhim jang maydoni qilayotgan Sharq Turkiston meselesida amaliyotda Xitoy eng muhim mayli moddiy bo'lsin, mayli iqtisodiy, ma'naviy, askariy, siyosiy kuchlarni chin qo'yayotgan bir soha bor amaliyotda. Bu dal Sharq. Xo'sh. Shuningdek Sharqdagi davlatlarning ichida Xitoyga qarshi strategik qarshi bir pozitsiya tutgan davlatlar, masalan, musulmon bo'lmagan davlatlarning Yaponiya va Hindistonningki
tutumu Garipninki qaraganda texmo uçuq. Çünkü bular bevosita holatda Xitoy bilan nurg'un manfaat to'qinishida. Shundan keyin bizninki Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi G'arbda mashruiyat qozonish va Sharqda faaliyetlerini ve kuchni qozonish şeklinde bir plan asosida ketib beryapmiz. Amaliyotda qaraydigan bo'lsak, shuning uchun Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi mayli Qatar, Kuvayt, ondan başqa bir qancha arab davlatlarda, shuningdek Pokistondagi bizniki vakilimiz bor, ondan keyin Hindiston, ondan keyin bizniki masalan siz bayam tilga olgandek, shu Malayziya, Indoneziya tarafdagi faoliyatlarimizniki shu yaqinqi faqat bu 2022'deki yoki 23'deki gapimiz. 2019, 18, 17 ve onun aldığındaki yıllarda mı bu münasebetlerini koyuşumuz emniyeti del muşu noktadan. Şunun için bizim bu kıtımlık ziyaretimiz emniyeti şu yıllardan tatip olan ziyaretlerimizden, faaliyetlerimizden ve bayanlarına oturup koyulan çoğun bir stratejilik bir yönlüşümüzden bir parçası. Şu planların içindeki bir parçayı ki biz bu kıtımlık ziyarette biz şu planımızın malum bir nesini oltuğuzgan bulduk. Neçə yıllık tayyorligimizin birimiz. Bir soru yapıp çıktı diye. Bir soru yapıp çıktı. Yine bu yine devamlışıdır. Demekçi. Şunun için bizim Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligininki Malaysiya ve başka devletlerde, Şərqdəki devletlerdeki faaliyetleri başka teşkilatdaki başka nimelerge qaraganda farklı bir orunga ega deyishga bo'ldi. Endi bu qadimliq ziyoratimizni biz asosliq 3 narsa asosida birisi bizninki shu qadimliq hammalarning ma'lum bo'lgandek Uyg'ur Malaysiya munosabatlar tashkilotining qurilishi rasmiy holatda e'lon qilinib, buningdan keyin Malayziyada Sharq Turkiston xalqiga vakillik qildigan va shuningdek Sharq Turkiston xalqininki inson haqlari qo'g'dash bilan birga Malayziyada kuchlantirish bilan birga u yerda bir kültürel aloqani kuchaytiradigan bir tashkilotni Malayziya xalqiga tunutish. Shuningdek bu tashkilotninki qurilganlikni shu tashkilotni markaz qilgan asosda Malayziyada bir qancha siyosiy, ijtimoiy nuqtadan Sharq Turkistonliklar uchun bir kuch hosil qilish va bu kuchni markaz qilgan asosda mushu rayondagi davlatlarda inshaalloh Sharq Turkiston davosini kuchlantirish maqsad qilingan bir ziyoratimizda Alloh xolisa ma'lum nima aytgam degandek ma'lum bir nimalarga erishgan bo'ldik, natijalarga erishgan bo'ldik. Albatta ba'zi tafsilotlar mayli Xitoyninki o'raylardagi kuchi nuqtasidan bo'lsin yoki boshqa nuqtalardan bo'lsin, albatta maxfiyligini saqlaydi ma'lum muddatda. Ama umumiy nuqtadan bizningki Malayziyadagi yo'nalishimiz shu. Bu qitimliq ziyoratlarimizni biz ya'ni naytda uch holatda e'lon qilganimizdek xalqimizga baholagandek shu yerdagi muhim tashkilotlar bilan ko'rishish, muhim shaxslar bilan ko'rishish. Amaliyotda ko'rishgan har bir tashkilot va shaxslar shu hozirgi davlatniki siyosiy va ijtimoiy aloqa tartibida muhim rol o'ynayotgan halqılık şəxslər bilan bo'lgan yig'in va ko'rishishlar va ular bilan Sharq Turkiston davosini o'rtaq shu Malayziyada kuchlantirish uchun e'lingan qarorlar va shuningdek Malayziya parlamentida bir qancha millat vakillari va partiyaning vakillari bilan ko'rishish orqali Sharq Turkiston masalasiningki Malayziyadagi siyosiy kuchininki kuchayishiga ba'zi ularning silinishi va oxirsida deyilgandek bu tashkilotninki qurilishi bilan bu qitimliq ziyoratimiz Allohning yordami bilan muvaffaqiyatli ilib berildi deyishga bo'ladi. Endi bu qitimliq ziyoratimiz inshaalloh bizningki bunda ilgirki faoliyatlarimizning va ziyoratlarimizning bir parchasi va davomi va keyingi ilib beriladigan yaqin zamondagi faoliyatlarimizningki bir oldin tayyorligi sifatida deb qarashga bo'ladi. Xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat. Albatta utuq tilaymiz. Bu muhim bir qadam. Har ikkilanglar savollarga bir-biringizga qo'shimcha qilish bo'lib qolsa, darhol deysanglar bo'ldi, qo'shimcha qila olasizlar. Endi Nurmuhammad efendim, albatta biz ziyoratning birinchi kundan boshlab biz hammani vaqti-vaqtida ta'qib qilib turdik hamda. Bu hamda ko'rishlarda eng beshi
hazırkı baş minister Enver İbrahim'den başlap Tashqi ishlar ministeri parlamentda ziyoratlarda bo'ldilar. Yuqorida ma'rifat deb o'tdinglar masalan Xitoyning u yerda siyosiy kuch hattoki men qaysi kuni bir qancha kun burun bir maqola ko'rdim. Hatta yaqinda saylamda Malay milletining bo'lmagan bosh minister bo'lib qolish ehtimoli bor deb bu xatarni deyishyapti. Xitoy hamda shundoq bu yerda kuchi bor. Her görüşüşlerde bu meyli ministerler olup kalsın Uygur meselesini yeniden tunuşturganlıklarını his kılıp atamız ya ki bizim meselemizde hazırki mevcut haletimizni ulanın inkasıdan nimelerini his kıldığına mesela her görüşüşlerde. Bugünkü Uygur halkının ahvalını kandak ne kayışı bildik ya ona? Allah'ın layık yakşı bir soru oldu. Bu nemiga bağlıq cevabını nemiga bağlıyız. Meyli kim dava konusu teşkilat şahslar yani urgal bakmıştan katılmadı. Aldı bilen üzerinin kılıvatının davasının mahiyetin. Onun tüp yüzüntüzleri kelbis pilavlarını bilgen adet bir ademge başkalarının tutulan pozisyasına uçurmaydı kalan. Şahsen şart teşkilatla arasındaki 16 yıldan tartib nurg'unlagan amaliy xizmatlar Türkiye'nin bazı nurg'unlagan qo'shimcha kishilik shaxschilik tashkilotlarni inson hayotini tartib ma'rif ayollar tan tarbiya nashriyatchilik siyosiy da'vogarchilik shundoqlar hukumat bilan qurgan aloqa NGO insoniy yordam qatorlar nurlarni ichi hozirgacha 6 yildan tartib muqim holda bilmeydiğen başkalar bilmeyecek. Yani bunun yanı bir amili var. Bunun halkara seyredip çıkmıştan amili. Bu neymi için bu biz kılıvatkan biz davetlerin yaplarının ki başka devletlerindeki rehberleri ve başka devletlerindeki medya tarafından doğru alda başka aşının şüyet yerli halklar ve halkara anlatışını biz başta nişanladık. Hoş. Birincisi meyli biz devlet rehberleriyle görüştüğün sorumlu olsun, hükümet emeldarlarıyla görüştüğün sorumlu olsun, muhbirlerle, medya hakkında görüştüğün sorumluluğumuz olsun, yakın teşkilatlarla sözlükten sorumluluğumuzda en bizdeki meydanımızdan birlikini gösterdi. Yani 74 yılları artık devam kılan Xitay devleti, Xitay iktisadi, Xitay halkı ve şunda Xitay'ınki aldamcılık siyasetleri bu umumisi hemiz birleşken kullanmadan kilip çıkası bulunmaktan çoğun bir ziminli beseveliş, halakla kırgan kılış, baylıkımızı bulan falan kılış ve şundakla kelbisimizni bütünley üzerinin kontrol altına geliş niyetlerini seslik alda bulağı yetkizdi. Düşüngenliken bu ahvallılara bu meseleler yalnızdan bir 4 yılın alda 5 yılın açık bulunmaktan insan hakları dersendeciliği yakınmışsa lavdalar açılış meselelerimiz bu emniyette Malaysiya'ya okşar. 20 milyon nüfusu var Malaysiya'nın ki Malaysiya'nın nüfusuyla tangaç kilden yaklaşık kilden Malaysiya'nın neticesi çenkilden Malaysiya'nın neticesi bayıvagan bir devletin ki kalan taraç kılınış ceryanı ne? Malaysiya'nın kelbisi takdirik bağlı. Endonezya'nın kelbisi takdirik bağlı. Eğerçem de Xitay'ın kengayçilik siyaseti, iktisadi kengayçilik, siyasi kengayçilik ve başka cihetki bu sınıf kırış kengayçiliğinin hemisi bu devlette de geçende Malaysiya devleti, Endonezya, bu devletler eğer bununla doğru inkas bildiremeyen ahvalasında yer konulsa bunun doğru muamele kılamayan ahvalasında bizden takdirimizdeki bunların beşerketlik ihtimallığına biz daimdir de eskertik. Hoş. Neyle onun ahbar asası siyasi siyasi. Demek bu bizden biri olan gitmemizin olağan bir mesaj, yani bir bağlarlandırıcı çağırtıcı bağlı için ulanın bizi tutan pozisyası bir kadar aktif ve şundakla bu silahına alıp yol eğer aktif olan bir işlem birge yani bizden alıp meselenin ançılık zil meselenin zil şeraitine aslında elip oraya iktidarımızı görüyoruz. Hoş hoş. Yani maktaş noktasını bilmem de. Bayatında öttü. Malaysiya'da Xitay'ın iktisadi tesirci nait ediyor. Xitay'ın ki 30% nüfusu yani Malaysiya'nın 30% nüfusu Xitay'la. Hazırki yeni hakimiyet geçen Enver İbrahim'in partisinin hakimiyet sistemisi mi? Bir kança Xitay ministerler ve başka yukarı derecelik emeldarlar var. Hem nasıl ki Xitay'ın ki bu yerdeki akbarat ve başka cemiyet
ta'sir kuchi nihoyatda yuqori. Xitoyning elchixonasi har qanday bo'layotgan masalaga nihoyatda zil qaraydigan shunday ahvol ostidami hukumatninki oshkora holda bizni qudurlishi va biz qilmoqchi bo'lgan xizmatlarga ijobiy bir maydon hozirlashni biz yetkazgan uchurlarninki qimmati borligini ya shunday bizni qilmoqchi bo'lgan xizmatimizningki universalligi xalqaralashganligi va shundaqla buningki to'qilma binasidan emas balki bo'layotgan reallik insonlar uchrayotgan bir davlat uchirgan bir qirg'inchilik siyosatlarninki bizga aktargan ziyonlari boshqa dunyoga uchinchi taraqqi qilayotgan davlatlar va Xitoy bilan qo'shni bo'layotgan davlatlarga kelib kelgan ziyonlarini sistemli qilib tushuntirib beradigan iqtidorimizni ko'rsatib Xo'sh. bu nuqtani nurg'unlagan Malayziyaning katta ba'zi Xitoy bo'lgan narsalarni tushuntirib qo'yib ulardimi ijobiy ko'z qarashlar paydo bo'ldi. Ba'zi odamlar ilgari bizga nisbatan bu sizlarning balki mandaqmi deb savol so'ragan amaldorlar bo'ldi, NGO'ning odamlari bo'ldi. Bular sistemni tushuntirib bergan chog'imizda ular endi tushundi. Bu yerdagi masala biz faqat mana inson haqlarini, diniy haqlar, mana tajovuz qilib deb o'ylab kelmaymiz. Ya, bu yerdagi masala 74 yıldan tartib Xitoy davlatininki bu boy bir tuproqni albatta o'zining bir parchasi qilib olish yomon niyatidan bog'liq va shundaqla o'ziga tutun o'xshamaydigan musulmonlarning bir parchasi sharqdagi musulmonlarning eng chong kuchi bo'lgan Sharqiy Turkiston musulmonlarininki haq huquqlarini, masjidlarini, ibodatgohlarini va shundaqla kelgusidagi dunyo bilan bog'lanadigan bağlanışlarının hammasini yo'qotish g'arzining bog'liqini milyonlagan insonlarimizni beguna insonlarimizni turmalarda bu lagerlarga sulash orqali ularning jinini, melini, qinini bu talon taroj qilayotganligini ularning hammasininki Malayziya boshliq OIC'dagi 56 musulmon davlatining o'rtaq bir masalasi ekanligini 2 milliard yaqin musulmon xalqininki bu masalaga ko'ngil bilishda hech qanday bir devletning ichki ishi ya devletning mandab ishidan pul solib tushirmaydiganligini to'liq oldi. Hem şunun işini bizning tashkilotimiz shunday xalqarodagi har qanday bir inson bor. Yani men bular tushundigan nuqtani oddiy tushuntirib beraman. Sharqiy Turkiston masalasini bir chamber deb hisoblagan bo'lsak, chamberninki 360 gradus bo'ldi. Bizningki da'voyimiz, mayli mustaqillik da'voyimiz bo'lsin, hozir bo'layotgan da'vosi bo'lsin, bu boyligimizning qo'llantarij qilinishi, zaminimizning bulg'unishi qatorli nurg'un omillarning hammasini bu chamberga qo'ysak 360 gradusning hamma yerini aks etadi. Demak, insonlarning eng o'rtak bo'lgan nuqtalarga kiralaydi. Her kim, her qanday bir davlat siyosiy tashkilotlar, partiyalar, medialar bunga gerçekten baqalaymiz, bu masalaga ko'ngil beramiz desa, endi ko'ngil beradigan bir gradusni o'zini topalaydi degan reallikni berdi. Xo'sh. Bundan u o'zidagi qoyil bo'lganligini, ham shundaqla bundan keyin shu biz ko'rsatgan, biz minayotgan sistemlik bu ustuning tepsiga bizning qo'shimcha qatqinlarning bo'lganligini, yordam bo'lganligini va o'zining qo'ldan keladigan yo'llar bilan bu ishlarimizni boshqa rayonlarga kengaytirishga yordam berish istaklarini bildirgan. Ve artık bu neresi kuşku ya, bunun da bizden bir siyasi garzımız, yakın iktisadi garzımız yok. Bu Malaysia devleti ameliyatın hazırma yeni saylamdan keyin, saylamdan keyin Amerika mı hazır Malaysiyaga yakınlaşıp Malaysiyanın üzerine tarafı kalkmakta. Çünkü Amerika Şarkı Canubu Denizli'deki Filipin'den tarafı Vietnam, Tayland bu devletlerin hepsine adı yakşı muamele kılıyordu. Neyim için de gençler bunlar 25-30 yıl kuyvetken, bir Xitoyning maydonchisi, Xitoyning sinab ko'rish, Xitoyning kinochilar kuyvetib, ahir boshqaranmaylar, hozir Yaponiya, Hindiston, Avstraliya, Amerika 4 cho'ng birlashib bu quadro degan bir narsa shakllandi. Bu quadro degan Tinch okean rayonida harbiy, iqtisodiy va mudofaa qilgan shakllantirish orqali Xitoyning kengaymichilik siyosatiga qarshi turadigan bir maydonni selyapti. Xo'sh. Buningga albatta bu kim nazarda esa bu yerdeki aciz devletler, Malaysia, Endonezya, Tayland, Singapur, Brunei, Vietnam, bu Burma katalog devletler bo'lgan uchun yani Mellikli falan ASEAN degan tashkilotdagi a'zolar 11 devletning hammasi. O vaqtda Xitoy devletimi o'zininki hozir dunyodagi nufusi, iqtisodiy kengaymichilikka o'zininki ilgari o'sha oldingi 70 yildan
içinde halkara tuşan nüfusununki tesir küçülen Malaysiyani üzününki tesir dairesiga ve üzününki meydanı kurgulaydıgan bir bakında dönetke ilişki tırışıvadı. Bu tırışış ameliyat bir güç dengesi. Yani siyasi cihetten elip kançada çok güç. Ben bilen tuzağlarındaki digen çağda bu bizim meselemizdeki ben muşunda stratejik uğrunda yüzümüzden davasını kılgan, yüzümüzdeki tevbe boğan teşkilatımız ve şundakla yüzümüz arkalık Malaysiyalıklarının ki yıkıdın bizge yardım bilen bunu bir devletke umumi halkka ve bir rayonga bir bölgege resmi anlatılan bir schemeninki payda buluvatkanlığını görüyoruz. Hoş. Ben bilemem regional power balancing degan noktadan bolsun, yoki bo'lmasa bu tashkilotlarningki siyosiylashishi degan noktadan bo'lsin, yoki bo'lmasa sustainability, sistemlashgan holda uzun muddatgacha bir faoliyat harakat qila oladigan, o'zining bexatarligi, kuchlikligi va shunaqa natijalarini kafolatga ega qila oladigan bir nurg'un omillarni sistemni holda tayyor qilayotganligimizni biz bu yerda xalqimiz ko'rsatdi. Bu yerda veriplan bunda görüşecek yaptı, öbürler bunda tutmaz. Bizden görüşken sorunumuz, Baş Ministri ve Tashqi ishlar Ministriyle görüşken sorunumuz, xalqarалық bir yığın üstüge hizmet teklif kılıngan. Şu sorun okşaşlam chet el devletlerinin elçilerinin katılım teklif kılınmaktadır. Şu yerde Tashqi ishlar Ministriyle bilen görüş imkaniyetiga, yani biraz aranış imkaniyetiga bulup yüzümüzdeki meselesini kılgağa. Onun başta, yani biz verişten 10 gün burun biz Tashqi ishlar Ministrligiga, yani Zamroy Abdulqadirga Sharqiy Turkiston bo'layotgan bu qirg'inchiliklar to'g'riliq va shundaqla 15-chisla, 2-15-kunda Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki Social Economic Forumsda mush Uyg'ur masalasini tilga olib qo'yishini va shundaqla Xitoyga bir savol qo'yishini talab qilib xat yozgan. Buningga ijobiy javob bergan. Biz bilasizlar kirishdan burun men bu sizning masalasiga qo'limning tilga yo'llab bilan yordam beraman degan. Hamda davlatninki eng chong besh bo'lgan Prime Minister va shundaqla bu dunyodagi davlatlar bilan diplomatik munosabat qilgan bir Tashqi ishlar Ministrligininki bizga bergan ba'zi va'dalarni bu yer oshkor qilamiz. Ham munosabat qilishni xohlamaymiz. Ba'zi narsa amaliyleştirmede biz bunu soğuk üstüne halkımızga aşkarlaşını görüyoruz. Bundan başka bizden görüşken 6 tane milletvekili var. Hükümet tarafından boğan 2 tane yerli hükümetinki Diyanet İşleri Başkanı ve şundakla Ticaret İşleri Başkanı olup 2 tane hükümetten uyum adamları var. Ayallah işleri meselesi boğan ministerin adamları var. Ve başka partilerin hükümleri var. Bu mesele ameliyatda Malaysiyada siyasi cihettir bizga bilayotgan kamchilikninki amaliy isboti. Har qanday bir davlatda hokimiyat ustidagi partiya ular bizga o'xshash bir tashkilot muhtasidan bo'lgan hukumatni oldirgan bundaqlar ta'sirlardan Prime Ministerni chiqarsa kim? Ammo lekin bizga Prime Minister bevosita o'zininki bizga bergan nihoyat ijobiy bir mesaji bor. İki qitim kurashdim bo'yicha. Ikki qitim kurashgan jarayonda bizning nima uchun bo'lganligimiz, nima uchun kelganligimizni Baş Ministrninki en yakın yardımcısı olan kırılışımda taqdim etdik. Şu Baş Ministrninki yardımcısından yarım saatten artık sohbetleştim. Bu bizim gelişmek dağısımız ve bizim gelişmiş olan işlerimiz hemisi ketken çağda bu nesle Prime Minister'e yetti. İkinci kıt ahırı güreşken çağda bana yetti. Sizden kelgen haberler degan ijobiy bir haberni bizga berdi. Bundan başka yana bizning xalqarodagi tashkilotlar mayli kim bo'lishdan qadar Malayziya davomli berib turish kelib chiqishning hammasi iqtisodiy bir chiqim talab qiladi. Hammasga vaqt sarf qilib qaradi. Shuningdek biz qurgan shu yerlik tashkilotimiz bundan keyin xalqaro sharqiston tashkilotlar birligi vakolatan shu yerda ish bajaradigan ofisimiz bo'ladi. Sharqiy Turkiston xalqininki shu yerda shu xalqlar ijobiy xizmat qilgan va shularning manfaatini qo'g'daydigan o'zimizning elchixonasi xizmat qiladi. Ve şundakla başka cihetlerden iktisadi, medeniyet, akademik, hukuk almıştırış, hatta emniyet hizmetlerimizden ki aşağıda gelip varılan çoğun kumandalık ştabımız bulunduğu dakika. Yani bunun da yani ağın emniyet neticelerimizin var. Biz bu neticelerimizle ağzı bir yerde yüzümüzü göz kılıç için demeyiz. Biz bu projektlerin hemisi mesela bir aydınki emni yüzge çıkan çağda, neticesi çıkan çağda resmi dokularla arkalı halkara cemiyeti hukukun İngiliz dili, Malay dili, Arap dili, Türk dili, Uygur dili 5 dilda biz çıkargandan keyin bu bizning qilgan projektimizdan keyin zaten
Malayziyada qanday ta'sir qo'zg'adi, qanchalik bir narsani qilyapmiz va bundan keyin qiladigan yo'llarimiz qaysi, to'salg'ular qaysi, to'salg'ularni hal qilish choralarimiz nima, bu yerdagi risklar nima ekan, Xitoy davlatiga qilgan besimlar qanday taqobil tura olamiz, qanday qilib buni azaltib turgan strategik planlarimiz bor. Bularning hammasini bugun bu yerda qo'shganmiz. Ammo xalqimiz demoqchi bu jamiyat nuqul holda bunda bir darna shaklda qurib qolgan jamiyat emas, balki xalqninki tüp menfaati, ya'ni hurlik bir mustaqil davlat qurish istiqi bo'lgan xalqninki vayron bo'lgan 74 yillik tarixini Amerika orqali ko'rsatadigan Malayziyaga o'xshash va boshqa hur davlatlarga o'xshash hurlik istaydigan va shundoq hur bo'lgan davlatni boshqaradigan sistemimiz, odamlarimiz va boyliklarimiz bo'lgan va shundoq qila oladigan imkoniyatlarimizni xalqaro asosda turitadigan bir bo'ladi deb ishonamiz. Boshqa tunji qitim Malayziya boshlig'i bayatdan boshqa ketdi. Bizningki cho'ng nishonimiz Sharqiy Turkiston tashkilotlarininki shu OIC orqali islom dunyosi, dunyoning 2 milliard nufusiga bir kirish qilish. Shunday ijobiy taraf bizning sharqi shu yerda ta'sir va nufus va qatorliq davlatlarga yaqinlash orqali bizga hozir qadar salbiy ko'z tutayotgan, davlatimizning manfaatiga qarshi ish qilayotgan va shundaqla millatimizningki hozirgi shu uchrayotgan qirg'inchilik siyosatiga siqib qilayotgan nurg'un davlatlar va xalqlar, ulamolar va shunday tashkilotlar hammasiga bu ijobiy ta'sir ko'rsatish orqali ularni uyg'otish va shundaqla Xitoyning bularga qilgan ziyni to'g'ri bularni ogohlantirish tadrijiy holda bizning qarindoshlik yordamini sistemalashtirish qatorliq rasmiy planlarimiz bilan ko'pdan ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Nayet tafsili so'zladingiz. Bunun qo'shimcha bo'lmasa men davomlashtiraveray. Qo'shimcha bormi? Yo'q, bo'ldi, nayet yaxshi. Xo'sh. Endi Nurmat efendimniki so'zlaridan men ham shuni his qildim endi. Albatta bu tashkilotning qurilganligi ham Malayziyaning axborotidan, Malayziyaniki. Ham hatta Indoneziyaning axborotida buni tabriklab shunday qurilganligi chiqibdi. Albatta buni ba'zi qilib turib Sharq Janubiy Osiyodagi bu davlatlarda faol xizmat qilishni planlaganlar. Endi men nurg'un masalan g'arbda masalan faoliyat qilayotgan nurg'un tashkilotlarimiz bor. Ular bilan men nurg'un qatim men yillardan buyon suhbat qilib kelyapman. Bu masalan bu bir demokratik davlat, u g'arbda faoliyat qilayotgan tashkilot mas'ul bilan paranglashgan vaqtida masalan Xitoyningki mayli qanday idora organ yoki bir davlatning biriga kirsak, shu inson haqlari, kishilik huquq demasak, boshqa shaklda gap qilsak, masalan sizlar necha qatim takrorladi. Biz xalqning bir 74 yillik bu ishg'oldan qutulib mustaqil bo'lish ham tashkilotlar birligining oxirgi nishoni bu davlatimizni qayta qurish. Buni ochiq oshkora hamiyat deyapmiz dedinglar. Ular bilan suhbat qilgan vaqtimda masalan buni bizning muddaoyimiz mustaqil bo'lish deb bevosita desak qo'llamaydi degan gaplarni jiq oldim men yillardan buyon. Masalan bu ko'rishgan mayli davlat rahbarlari yoki tashkilotlar sizlarga ham Xitoydek bir Xitoyning kuchli ta'siri ostida yashayotgan Malayziyadagi bir davlatdagi mayli davlat rahbarlari bo'lsin yoki tashkilotlar bo'lsin sizlarga ko'rish jarayonida ham Xitoy bilan birga yashayotdi demdilar. O sizlar bu 1 milliardni oshgan bu Xitoyga qanday taqobil tursa bu sizlar yenikroq bir ish qilsanglar, inson haqlari kishiga huquq deb ish qilsanglar olmamdi. Bu yetkilolmaydigan nishon bu degandek sizlarga undaq masalan aqlan bardan ko'rishdinglar masalan. Bu yerdagi mutaxassislar yoki tashkilotlar yoki davlat arboblari sizlarga shunday bir fikr berganlar bo'ldimi? Buni bilishni xohlayman. Amaliyotda bu yerda bu nuqta amaliyotda keng bir nuqta yoki biz Sharq Turkiston da'vosi nuqtasida yoki Sharq Turkiston masalasi nuqtasida amaliyotda faqat Uyg'urlar emas, boshqa millatlar ham o'ylanayotgan nurg'un bir qancha nuqtaga amaliyotda bog'liq bo'lgan bu narsa. Endi Sharq Turkiston masalasi eng asosiysi amaliyotda bir ishg'oldan boshlangan bir masala. Bu ishg'olninki boshlanishidan keyin bu ishg'olninki bugungi kunimizda irqiy qirg'inchilik saviyasidagi bir ishg'ol kuchininki irqiy qirg'inchilik saviyasida bir vatanimizda inson haqlari dafsanchilik qilayotgani va bu irqiy qirg'inchilikning mohiyatini amaliyotda biz Sharq Turkistonliklarni ya jisman yo'qotish bir qismini
bir kısmını kimlik, kültür, her birisini yokutup Xitaylaştırış. Hoş. Yani bunu biz asimilasyon deymiz. Andikin Şarkı Türkistan zemininki koloni kılınışı. Yani mal mülklerininki, energiyalarının elinişi, insanlarınki özü halgancı yaşayanması degenik. Yani bu şundak bir reallik var. Bu işlerini Xitayning kılalışıga sebepçi olan bir narsa var. O Kayseri degan vaqtida xalqarалық mushu nima qurilgan vaqtida xalqaro tartib ikkinchi dunyo urushidan keyingi qurilgan vaqtida xalqaro tuzilma undan keyin BDT Birleşken Devletler Teşkilatı Birleşken Devletler Teşkilatı Xavfsizlik Komisyonu qurilishi shunga o'xshash bir türlük nurg'un narsalarda Sharq Turkistondagi Xitoyning bir parchasi sifatida xaritaga kirgizilishi. Yani dünyada nurg'un adeta disputed deydi, conflicted area deb ataydigan ve qarsangiz xaritalarda tuz siziq bilan emas, üzük siziq bilan sizib qo'ygan nurg'un davlatlar, rayonlar bor. Masalan, Kashmir va bunga o'xshash. Yine Sharq Turkistonninki tüp siziq bilan sizib o'tilishi amaliyotda butun dunyoda bir narsa bor. Bu bo'lsa Sharq Turkiston Xitoyning bir parchasi deydigan bir hukm bor. Xo'sh, xo'sh. Shuningdek, ama İslam dünyasida, Türk dünyasida 90'ncı yıllarınki ahirlariga kadar Sharq Turkiston xuddi boshqa Türkiye Cumhuriyetlerine o'xshash yoki Afrikadagi Angliya, Fransiya, Italiya yoki Gollandiyaninki ishg'ol ostida, koloniyasi ostida turib, keyin ozod bo'lgan davlatlar bor. Shu davlatlarga o'xshash Sharq Turkistonmi kunlarning birida ozodlab qoladi, ozod bo'lishi kerak deydigan bir hukm bor kishilarga qolsa. Siyosatchilarning nimasida bunu biz Türkiye'de ait uçuk kuraylaymiz. Siyasetçilerimiz xalqancha chiqib, diplomatik aloqa devletinin prensipleri başka noktalardan Sharq Turkistonning Xitoyning parchasi desimi ama chiqib siyosiy bir kimligi bilan Sharq Turkiston Xitoyning parchasi deb siyosiy xitob qilinmaydigan bir nimani biz bunu bilamiz. Bunun bir nimasini kurtu desa mesela ma'lum nuqtada bunun cevabını xalqdan ko'rdiganligini biz Türkiye'de bilamiz. Nimishqa desa 90'ncı yıllarda bu narsa batdi. Yani ben bir an demek çok anlarsın nima desa, biz en avval dünya vaziyetinde Sharq Turkistonning qaysi bir nuqtada ekanligini qonun ve başka nuqtadan bilishimiz kerak. Birinci nokta. İkinci nokta, biz nimaga erishmoqchi? Xo'sh. Biz Sharq Turkistonliklarninki irodasi mustaqil bir davlat bo'lmoqchi. Yoki ishg'olni yo'qotib, aslidagi mustaqil davlatni, yani yo'q davlat emas, aslida mustaqil bo'lgan bir davlatni tiklamoqchi. Ameliyatı bugünkü günde Xitoyninki özününki qaynaqlardan qarasaqmı yoki özününki manbalardan qarasaqmı Sharq Turkistonga Xitoyning qanday kirgini, kirgan vaqtida qaysi shaklda kirgini, nimalar bilan qanday kelishim bilan kirgini, aslida chiqish uchun kirganligi, Sharq Turkiston deb ataganligi bir mezgil Sharq Turkistonni keyin o'zgartganligi nurg'un narsalar qarasaqmı bilyapti. Sharq Turkiston bir ishg'ol qilingan bir zamin ekanligi har nuqtani isbotlang'ilayotgan bir narsa. Haqiqat. Ve biz bunu talep qilmoqchi. Asli bir davlatimiz vardı. Xitoy buni ishg'ol qilib oldi. Xitoy ham buni o'zining ishg'ol qilib olganligini biladi. Biz buni endi qaytadan qurib chiqitmiz deydigan bir talep. Endi biz bu talabni o'tirib qo'ygan vaqtning o'zida, biz zodi buni qaysi shaklda o'tirib qo'ya olamiz? Bu so'lmay do'g'ashsin. Endi biz boshqa nuqtalarga qarab baxtgan bo'lsak, dunyoning hamma yerida bizga o'xshash masalalarga duch kelgan, o'zining irodasiga xilof holatda boshqa bir davlatga bo'lib berilib etilgan nurg'un rayonlarninki va ularning da'volari qaraydigan bo'lsak, bu da'volarninki hammasida xalqaro bu masalalarning hammasi xalqaro tartibga ta'sir ko'rsatdi. Bularmi bizning Sharq Turkiston masalasi xalqaro tartibga cho'ng zo'r darajada ta'sir ko'rsatgan bir masala. Çünkü hozirgi kunimizda Xitoydan kelayotgan, dunyoga chiqayotgan, ishlab chiqarilgan mallar ve Xitoyga kelayotgan energiyaning yo'lini butunlay Sharq Turkiston strategik holatda belgilaydi. Sharq Turkistonning mustaqil bo'lishi butun dunyoga ta'sir ko'rsatgan bir masala. Mana hatto kunimizda Xitoyning Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik qilayotganligi, shunami? Bununla karşı chet eldagi muhojiratdagi Sharq Turkistonliklarning qarshi harakat qilishimiz zaten xalqaro kun tartibida muhim bir rol o'ynayapti. Siyosiy jihatdan bir faktör holiga kelyapti. Shunami? Shuningdek nurg'un siyosiy ilişkilarda Xitoy bilan bo'lgan aloqalarda muhim rol o'ynayapti.
Şərq Türkistanlıq aktivistlər, Şərq Türkistanlıqların bəgən guahlıqı Şərq Türkistanlıqlar haqqındakı insan haqları dəfsənçiliklə əlaqədar məzmunə nurgun nəsələ xalqara siyasətə təsir göstərdi. İnsan haqları səviyyəsində ikən. Demək, bununki müstəqillik səviyyəsinə gələn vaxtda bu yeni xalqara səviyyədə bir qalaymaqançılıq yoki məlum bir özgürlük payda qıtqan bir məsələ. Bu da Ukrayna ilə Rusiya urusu bütün dünya tərəf ketkininə oxşaş bir məsələ. Aynı vaxtdakı Kosova'nın yoki başqa dövlətlərin, məsələn Bosna'nınki, Bosna Hersek'ninki və başqa dövlətlərinki məsələləri, Filipin'deki Morolarınki məsələləri həmisi şuna bir məsələnin qatarını. Anda qoğanken, əlbəttə bu məsələni məlum dövlətlər, yəni xalqarada qarağa vaxtımızda başqa güclər özünün dövlətinin mənfəəti nöqtəsindən qaraydı. Bugün qərib Şərq Türkistanlıqların mənfəəti nöqtəsindən qaramaydı. Özünün xalqara səviyyədəki, xalqaradakı, tərtibdəki mənfəəti nöqtəsindən qaraydı. Xitay ilə bu əlaqəsi nöqtəsindən qaraydı. Payda ziyan mənfəət nöqtəsindən qaraydı. Siyasi xalqara vəziyyətinin şəkillənməgənlik əsasından qaraydı. Və bu qaraş cəryanında dövlətlərdəki xalqaralıq güclər Şərq Türkistan məsələsini qaysı nöqtədə bolsa, ularning mənfəətiga layiqida ekanligiga qarar verdi. Ziyoda kuchlikmi, normalmi? Xitoyni bek ajizlashtirmay, bek ko'nglini og'ritmay, ammo bo'shroq og'ritib hal qilammiz. Sharq Turkiston masalasi faqat har vaqt deyilayotgan bir inson haqlari masalasi ustida qilamdi. Yoki bu hal qilinadigan masala bo'lishi kerakmi? Hal qilindi deganda qaysi narsa hal qilingan bo'ldi? Xitoy zulm qilmasa hal qilingan bo'lamdi, oliy avtonomiya hal qilingan bo'lamdi, mustaqillik deganda bu savollarda bularning o'zida bergan har xil qarorlar bor. Şunu bu noktadan qaraydigan bo'lsak, davlatlar o'z manfaatidan qaragan vaqtimizda Sharq Turkiston masalasini hozirgi nimada yo'linishda inson haqlari nuqtasidan tilga elish, shu davlatlarning manfaati uchun eng bexatar masala deb qaraydi. Ammo unda qo'ygankin bu yerda yaratilgan bir sharoit va shuningdek Xitoyninki jiddiy holatda xalqaro kuchayishi va davlatlarning o'zining Xitoyning bu kuchayishiga nisbatan bexatarsizlik his qilib, shunami? Xitoyga qarshi bir harakat elishi degan bu sharoit bu Xitoyninki qarshi Sharq Turkiston masalan inson haqlari nuqtasidan yoki boshqa nuqtalda mesela Amerika maqtim mecbur emgakni cheklash masalani cheklashni to'g'ri. Mushu saviyalarga ketib bordi Xitoyga bosim qilish uchun. Xitoyni ajizlatishni maqsad qilmoqchi. Ana mushuna bir sharoit yaratilganken, bu bir sharoitning ichida harakat qilsak, bizga ochilgan yo'lni aytadi, sizib beradi. Bosma inson haqlari. Xalqarada hammadan qabul qilgan bir uqum. Hamma davlatning ishini qaqalaysiz shu shaklda. Shuning uchun amaliyotda inson haqlari degan bir uqum bizga echib berilgan bir yo'l. Sharq Turkistonliklarga nisbatan. Ammo Sharq Turkistonliklarning nishoni bu emas. Bu yerda nima demoqchi desa, Bayan Bangsmoro, Falastin boshqa masalalar bütün dunyodagi odamlar uchun echilgan yo'l shu. Bu yo'ldan kirib özünün nişanıga şəraitini xalqaradakı yaratilgan nurgun şəraitlar və uçuqlar və Xitaylar bilan texmi güclük holatda hozir tirkishayotgan Yaponiya, Hindiston, Avstraliya, Amerika və ondan başqa dövlətlər var. Mushu dövlətlərinki arasındakı əlaqə və xalqara tərtibini analiz qilgan asosda echib berilgan yo'ldan biz yetməkçi bo'lgan nishonga sharoit yaratish boshqa bir masala. Echib berilgan yo'ldan minib ve bu yolu toxtamay davamlaştırış başka bir mesele. Hoş. Bugünkü kəlgücü bütün davalarga bu xil meseleler qarsanız iki iqim her vaqt bolgan. Echib berilgan yolda davam qilganlar bolgan yoki echib berilgan yo'ldan to'g'ri shaklda kirib o'z nishondan voz kechmay shu nishonni yaratgan sharoitni, apartgan sharoitni yaratganlar bolgan. Hoş. Biz dal Sharq Turkiston xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi birlashtiribmiz. Mayli Turkiya bo'lsin, o'xshash bu masalada. Mayli Malayziya olsun yoki boshqa davlatlarda bizga echilgan yo'l qaysi nomda echilsin, buningki albatta hech qaysi bir davlat biz uchun Sharq Xitoylar urushib bizni ozod qilib bermaydi. Shunaqmi? Evet. Biz uni qilamiz. Ammo bu yo'lga apirtgan yo'lda bular bizga ma'lum darajada bir vositalik rol o'ynaydi. Bu vositalik rolning ba'zi pul, ba'zi siyosiy sharoit, ba'zi odam kuchi, ba'zi bizningki mushu Xitoydan vatanimizni tortib olish uchun yapmayotgan qadamlarimizningki xalqarada meşrulashishi uchun rol o'ynash. Masalan, bugun qarayotgan bo'lsak, Rossiyaning
Ma'lum derecede hazırgıca Ukrayna'ya turalışıga yol açıp bergen bir qancha küçük devlet var. O Rossiya özünü qoğdurmakçı olgan, Rossiya nima qilmoqchi emasdi u bu deb, shundaymi? Shuna bugun kunimizda Falastin meselesida, Bank Sumoro meselesida shu yerdagilarninki o'zining mingyotgan yo'llarini mashhurlashtirib qo'llab turayotgan bir qancha davlat bor. Shu sababdan bular buni qilyapti. Bu faqat qurolliqning gapini qilmaydi. Siyosiy jihatdan talablarini mashhurlashtiryapti, shundaymi? Masalan, Falastin yaqinqi vaqtlarda BDT'da nihoyatda ko'p siyosiy nuqtani ilgirlashlarni qazanyapti masalan. Mushu nuqtalarning hammasida qarayotgan bo'lsak, bularni qo'llayotgan bir qancha davlat bor. Bu davlatlarning uzluksiz qo'llashi Falastin xalqini, Bank Sumoro xalqini ma'lum deyatda siyosiy nuqtadan bir yerga keldi. Anda qo'ygankan, bugun men sizning savolingizga bermoqchi bo'lgan javob amaliyotda texnik kengir holatda Sharq Turkiston masalasida bizning yapmağışımız kerak bo'lgan Sharq Turkistonliklar ular sifatimizda va bizning tashkilotimizning yapmayotgan yo'li va qozonmoqchi bo'lgan narsa dalmush. Biz Sharq Turkiston xalqining irodasi bo'lgan mustaqillikka yetgan yo'limizda bizningki eng avval bir xalqaro saviyada, eng avval bir qancha davlat saviyasida, anki xalqaro saviyada mushular, yana Sharq Turkistonliklar o'zining davlatini qaytarib olishiga haqliq deb tunayotgan va mushuni qo'llayotgan bir siyosiy sharoitning yaratilishi uchun yo'l ochish. Shuning uchun biz davlatlar bilan kurashgan vaqtimizda palani bizga bir vatanni ozod qilib bersang deb kurashmaymiz. Bu kurashishni ayt ahmoqonlik. Xo'sh. Bizga echilgan yo'l va ularning bizning din anglashni xohlayotgan bir talablar asosida biz yo'l ochamiz. Masalan, men sizga misol olaman. Bir davlatga bordik. Bu davlatniki bir diniy ishlar masalasidan kurashdik, shundaymi? Buning anglamoqchi bo'lgan nuqtasi bizning tarafimizdan farqli. Yoki biz bir davlatniki yordam ishlariga mas'ul bir odam bilan kurashgan bo'lsak, buning biz bilan anglamoqchi bo'lgan narsa farqli. Albatta. Ammo bu farqlilik faqat bizningki insoniy nuqtadan muhojiratdagi Uyg'urlarni qanday kuchlantirishimiz haqidagi projeni anglamoqchi bu. Bunga kelib biz vatanni ozod qilish projesini sunolmaymiz. Ammo biz uningga sungan bu projemiz ash vatanni ozod qilgan bir projening bir boshlang'ichi. Bularlamda bo'lalaydi. Va bu boshlang'ich nuqtasida bu ashu nuqtaga apartganligini va aparish kerakligini tushuntiramiz, buni tushuntiramiz. Biz diniy ishlar mas'uli yoki diniy ishlar nimasiga Sharq Turkistondagi insoniy diniy to'solg'ular cheklamalarning chet eldagi xalqimizning o'z dinini va diniy medeniyetlerini qo'g'dab qilish uchun mingyotgan xizmatlariga yordam va boshqa nurg'un narsalarni paranglashamiz. Shundaymi? Bu paranglash jarayonida shu. Shuningdek siyosiy nuqtadan siyosiy vakillar bilan kurashgan vaqtimizda ularning bizlarga qilib berayotgan narsalari haqida bizning talab kutdi. Ammo bu talablarimiz ashu mustaqillikqa apartgan yo'lninki 1-chi, 2-chi, 3-chi bosimiga butgan bir talablar. Shu vaqtda ma'mijravda anig'imi yo'l yiqilishidi. Va bularni biz uchun sharoit yaratib beradi. Shuning uchun amaliyotda biz har vaqt Sharq Turkistonliklarimiz bir musulmon bo'lish sifatimiz bilanmi har vaqt shundan bir narsani aniq bilishimiz kerak. Nazariya seviyesideki nişanımızı reallıkta icra kılgılı bulunduğun şekilde bir kılıbının içine ekiriş, planın içine sokaş ve şu icra kılgılı otkan bir nesine aylandırır. Meyli bu müstakillik olsun, meyli bu kaysi bir gaye olsun. Biz del mi şu zihniyet bilen meyli Malaysiya ziyaretlerimizde, meyli Türkiye'deki olsun, ya başka nesillerimizde del mi şu noktadan kitip bir otimiz. Hem özümüzün meydanı ve yolunu hiç kaçan mehbi kılgan şekildemiz. Kişilerin bizle alakalı vaxtıda nimelerini ve nimini qo'llayotganini aniq bilgizgen ahval aslida. Meyli ularga yazgan xatlarimizde, ifadelerimizi işletken sözlüklerimizde atalgılarınki Xitaycha emas, yoki Xitayning o'tirib qo'ygan atalg'usi emas. Sharq Turkistonliklarning atalg'usi asosida. Sharq Turkistonliklarniki ataydigan, talab qildigan va tushunadigan til asosida ularga sunish orqali biz o'zimizni va Sharq Turkiston xalqini va davlatini, ishg'olasidagi bir davlatini tunishtirdik. Bu bizningki bu nuqtadagi yo'limiz deb qarayman. Bu nuqtada albatta bizning tashqi ishlar din mas'ulman raisimiz bo'lgan nima bu cho'qim texnik yaxshi bir qo'shimcha va tuzatma qildi deb qarayman. Ko'p rahmat. Sizmi bir? Bu aslında bu sual aslında farklı hata açıyoruz ama bazı teşkilatlar bazı teşkilatlar kandak ediyor. Qaysi devletler müstakillikni qo'llaydi, qaysi devletler undaq. Hozir tehi bizning masalamiz tehi xalqarada rasmiylashgan bir siyosiy kun
kelmegen holatida biz öz içimizde bir meselelerde ihtilaf qilishimiz biz uchun foydasiz deb qarayman. Chunki tashkilotlarningki o'zining nima qilganligi, o'zininki konstitutsiyasi yoki bo'lmasa bosh ruling dokumentda yozilgan. Bular u narsa balkim xalqaro jamoatchilikka oshkorlangan bo'lganligi uchun ham tashkilotlarning ba'zi nishonlari, mavqesi va shundoqla uni elib berish faoliyat strategiyasi qatorli narsalar ba'zilarida yoshirin qoldi. Ammo lekin o'rtaq bir nuqtadan deb qo'yilgan narsa, ya'ni davlat nuqtasidan Sharqiy Turkiston bu Xitoy o'zining 5000 yillik tariximiz bor desa, biz 7000 yil, ya'ni undan yuqori bo'lgan davlat tariximiz bor. İkinci noktadan Xitoy bizga faqat, ya'ni bu Qizil Chin Xitoy hokimiyati faqat va faqat 2. Dünya urushidan keyin Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki 5 bexatarlik konsulunu tashkil qilgan shu 5ning biri bo'lib qolish bilan bular qanday qilgan desa, bizning ziminni shu faqat va faqat o'zining ta'sir doirasiga kirgizib olgan. Ya'ni bu xalqaralashgan til bilan aytganchada kolonize qilib olgan. O'zininki mustamlika tuproq qilib olgan degan so'zga tamoman tushdi. Bu ilmiy, nurg'ulg'an ilmiy va akademik xizmatlar bor bu yerda. Nurg'ulg'an tashkilotlarimiz maskin Sharqiy Turkiston davosini Çin dilidan suyab davlatning mustaqil bo'lishini orzu qilgan tashkilotlarning hammasi mushu mavqedan xizmat qildi. Davlatningki mustaqillik tarixi bo'lgan, eng hech bo'lmaganda oldingi asrningki oldingi yarmida ham 2 qatim mustaqil republika, ya'ni jumhuriyat tuzumidagi davlatni qurib chiqib, davlatning mudofaasi, pul muomalasi, ma'arifi, chegarasi, askeriy kuchi va shuning boshqa qo'shni davlatlar qilgan munosabatlarning hammasini bir boshqarilgan bir konstitutsiya, ya'ni Allah baş qonun chiqqan. Masalan, Doktor Alimjon Bog'donninki Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatininki bosh konstitutsiya nomli kitobiga murojaat qilib qolsanglar bo'ladi. Andan keyin Surgun hukumatining raisi G'ulom Kamning yozgan nurg'un kitoblaridami so'zlagan gapmi shu Sharqiy Turkiston davlatininki mustaqillik asoslari degan to'g'ri nurg'un nazariy isbotlangan taraflari bor. Boshqa kichik xizmat qilayotgan o'zining davlatlarda xizmat qilgan qarindoshlarimizmi bu masalani o'zining qo'ldan keladigan yo'llar bilan qilyapti. Ammo nima uchun xalqaro sahifasida hozirgacha birlik kelgan bir umumlashgan bir huquq Sharqiy Turkiston davlati Xitoy tarafidan munqariz qilingan yoki mustamlik qilingan degan konsept hozir kelmasligimiz bizningki, ya'ni Sharqiy Turkiston davosini xalqaroda davlatlarning insonlarning qo'llamasligiga bek zich munosabatlik masala. Shunlashqa men bu yerda demoqchi bo'lgan yerim da'voning maqsadi, ya'ni tub negizi nima degan chog'da amaliyotda vatan da'vosi, tuproq da'vosi, davlat da'vosi va shunday mustaqillik da'vosi. Bu narsani biz o'zimiz o'sib qo'yib o'zgartirib olsakmi, baribir xalqlar nima nuqtadan kirib o'tsa, o'xshamagan nuqtadan ko'rsimi, mush xalqlarningki davlat bo'lganligi uchun hozir mag'lubiyatni qilyapti deydi. Xo'sh. Hatta biz bu yerda boshqa hech qanday taraflarga munozaraga, talash tortishga tushish niyatimiz yo'q hurmatlar. Bizning demoqchi bo'lgan nuqtamiz va faqat erishgani bo'lgan vositalar, yo'llar va shunday fursatlarning hammasida o'zimizningki maqsadini va shundoqla xalqningki 74 yillik munqariz bo'lgan holatida uchirgan narsani so'radi. Oldingi yil Malayziya safarida televiziya kanaliga chiqib, sizlar amaliyotda sizning talabingiz nima deb so'radi. Men uni oddiy javob berdim. Xitoylar bizdan nima talab olgan bo'lsa, biz shuni talab qilamiz. Oddiy gap. Shundan dedim, sanab keldim. Xitoylar tuproqimizni besib oldi. Millatimizni qirdi, dinimizni yo'qotdi. Bizning tilimizni, madaniyatimiz, san'atimiz, adabiyotimiz hamma narsani yo'qotdi. Boyligimizni talon-taroj qilyapti. Bizning xotin qizlarimizga hujum qilyapti. Bizning erkaklarimizning badallarini setyapti. Demak, mushuning hammasiga erishimiz, qaytarib kelmoqchi bizning maqsadimiz. Boshqa narsa emas. Yig'ib kelsak, birga 74 yilning sodiqlab yashab vaqtda, qarshi turib yashab vaqtda, yana boshqa uylar basal, Uyg'ur avtonom rayoni bo'lib, hozir 55-yildan tortib 2023 yashayapmiz. Demak, buning hech qaysi ishlamadi dedim. İşlemagan ekanmiz, unda bo'lsa bu kasalni qanday davolaydigan birdan bir yo'li va mangulik, abadiylik bu xalqni
başka dünya halkları bilen ortak sahne koyalaydigan ve şundakla BDT'nin atalmış şu insan hakları kitapnaması ve başka oturgan nurgun kitaplarını düşüdügan muhitini bulgaç, muhitini asraç demsiz, yana birini demsiz, ayallah oku, ballah oku, hemme nas düşüdügan bir yol devletninki yüzü hucubulaydigan müstakil bir sistemisi. Bu sistema gerçi Xitay devleti bizden tuprağın yüzününki padisi davatkan takdirde mi? Ameliyette şu gapning yüzü lan bizden paşımız değil de bu. Paç. Nemiş ki ben size sual sordum. Nemiş ki Şanghay'ını, Beijing'i, Tianjin'i bizden paçımız demeye bu Xitay bizden tuprağımızı paçımız değil o. Sizin muşun olsun da oylap bakış doğru keledi. Hem bunun üstüne niçin bizden nukul aldı 1 milyar 500 milyon Xitay ve başka milletleri tecavüz kılmay nukul halda Xitay bilen ten güç şalaydıgan, Xitay bilen siyasi rekabetli şalaydıgan, iqtisadi cihat rekabetli şalaydıgan ve muntazam bir devletini başkurup dünyadaki bay bir devletlerden bir halk kılam kartıdı. Demek bu yerde bununki bir siyasi garizı var. O siyasi garizini yokutup yüzümüzdeki siyasi garizini amelga aşırmakçı degenlik naqtını közet. Demek haknaylıkı hayal kılış güçümüz nimizimizde persuasion power degen yüzümüzge bağlı. Eğer yüzümüzde yak hazır mıda dep turaylı, nimi dep turaylı elbette onun benim karşı fikrim yok. Çünkü la yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Kim hemmeden yüzünün kuldu gildiğe yolu teklif kıldı. Eğer o adam ben kılamaymansa onu zorlaşan aşk yok. Ama benim kılalarga işim müşikende tutulan her bir şarkı Türkistanlı aldı bilen bu meseleni bana bir devlet gerek. Benim avluklarımda bir devlet gerek. Dep düşünelise ve şundakla şu talan taraş kılınatkan baylıkla öldürülgen insanların canları tecavüz kılınatkan hutun kızlarımızdan hak hürmeti için bu meseleni başkalarına hakiki mahiyetini anlatkancalar devlet reisi mi insan? Devletten baş ministerliğine mi ayallah? Dini işler ministerliğine mi okşayışlar bizge okşayış namaz okup terdi toylikçılık adamlar. Başka bir altçılık yok ondaki. Fakat vakitlikle mahkemiyet oturur. Vakitlikle mahkemiyet oturvatkanlıkını ve şundakla ağzını kılıvatkan adaletsiz siyasetlerge yüzünün kıskı otağı 3 yıllık 5 yıllık vazifecilerinde adalet bilecek hakkımızsa bunun kelgisiyle başkalar tarafından mı sükut kıygan emelde sükut kıygan devlet başı dep atılıp kaldığını esker tutuyor. Bu mesele bizden bir yerde çok mağazı bir nas kıpıralıydı degen nokta emas kırmışsın. Fakat bizden bunun yüzümüzden cüret kılalışımız. Yüzümüzden cenimizden melimizden aldığı taşlar durup bu mesele Türk negizden el bulduğun birden bir yol. Meyli kurallık olsun, meyli tüleç yol bilen olsun, kandaklıkın olsa müstakil buluş arzuyumuzunki o hamkıyal emesliki ve şundakla halkara karşı bir isyan emeslikini göstermemiz gerek. Hiç kim isyanmamalı. Çünkü 1945 yılda neçi devlet ortaya öyle buna. Hazır 2023'te neçi devlet var? Dünyanın çığırı sızıkları bikitildi, kayıtı bikitildi. Mesela hazır Rusya, Ukrayna'nın çığırı sınırı hiçbir devlet müstakil koydu. Kalalaydı o. Olmayı demez. Ama kandak kıldı degen çağda Rusya şunu kılışınınki vakit gelip etti. Demek devamlı şu yerdeki Ruvatkan Rus halkı biz müstakillik gerekti digenlik için bunu gibi anladık. Biz mi? Bunundaki nişanımız ne? Meyli Arap dünyasına, meyli Şarkı'da garipki doğru anlatalırsak, meyli siyasi kanun tüzgüçüleri olsun, akademik işler bakılan, medyada işler bakılan hemmesi bu bizden meselemizden mahiyetini düşünüp yokunup kilovatkan bir milletninki kelgisi için faydalanıp sağlam bir saklanıp geliş için yüzüge teve boğan bir devletinin, yüzüge teve boğan bir yurtunun, yüzüge teve boğan bir sistemisinin şundakla halkara fayda etkilerleydiğen boşuna devletlerle yaxşı diplomatik münasebetini ornatıp özara bir rayonluk menfaatini yetkizaleydiğen bir teşkili kurulmak kiraleydiğen iktidarımız barkını kırış gerek. Demek bu olmasa bizde haklar nemini kırılırsa bu ameliyette şunda yok okşaydı da para. Yüzümüzden bağlı 30 milyon nüfusumuz değil. Böyle 20 milyon olsun. Böyle Xitay'ın 15 milyon olsun. Bizde 10 milyondan yukarı nüfusumuz var. İkinci kıtımlık Cumhuriyetimizde 55 bin devlet armiyemiz vardı. Hazır kural kütüreleydiğen 55 bin erkek yanı var. Muşu 2017 yıldan tatır lagırga düşken hotun kızla lagırda yetip atman erkeklerin hemmesinin kalbide düşman gibi olan hakikaten
bir kaysar bir ruh yetilyapti. Buni mi to'lib ketishimiz kerak? Andan keyin yana o'xshashli vaqt chog'da hozirgacha jamiyatimiz saqlanib qolgan bu nüfusimiz va xalqaroda harakat qilayotgan xalqarodagi nüfusimizning saqlanishi va safoli holda kelgusidagi orzu armonlarimizga bir shaxs qo'shilish uchun bu dunyoning hammasi parcha qismlarini bir o'rtaq nishonga akkilalagan chig'imiz bizni tutgan chig'imiz. Ben bu narsani yalnızlar men faqat Türkiston tashkilotlar birlikka a'zo bo'lib qolganligim uchun demayman. Bütün insanlarga deyman. İnsanlar avval o'ziniki insonlik nuqtasidan, Sharqiy Turkistonlik nuqtasidan chiqasin. Oldin qitim so'kdim dedim, dunyo bizni tashlab etgan chaqtirdimi? Yolg'iz qolsakmi, men Sharqiy Turkistonning da'vosini ilib mang'alayman degan bir ruh. Buni degan Sharqiy Turkiston davlati Alloh xolisa cho'qim mustaqil bo'ladi degan ishonchimiz buni degan va shuning loyiq to'laydigan bedel. Özümüzden, pulu bilen, canımızdan, aklımızdan, iştahatımızdan ilerleydiğen ve münasibetimizden ilerleydiğen bir ruhimiz budur diken inşallah Şarkı Türkistan müstakil. Eğer kimi onu bırakırsak o müstakillik onun tabi emez. Ben gittiğimde başka yer grup ettim. Şu başka bu arkalık biz dünyada bu şu yüzümüzden yollarının ki kayıs halde kellikimizde toğurtunuşumuz. Kayıs halette kimki kandak unutuşunun ki en mühimliğini bilişimiz. Olatma bu biz bevosita ziyonkashlik uchrayotgan bir millat, davlatidan ayrilib qolgan bir millat, dunyoda yashayotgan o'zimiz Xitoyda assimilyatsiya bo'lib ketib qolgan bilan chet elda assimilyatsiya bo'lib ketib qolgan bu millat faqat va faqat o'zini saqlab qolishning va kelgusida o'zi ulab ketgan taqdirdami, yuzining yo'riq ketgan birdan bir yo'li vataniningki mustaqillik yo'li degan so'zim bilan oxirlashdim. Alloh razı olsun. Ko'pdan ko'p rahmat. Alloh razı olsun. Evet, tafsili cevap verdiniz. Bazı meselelerine agar atlab ketib qolib qolsam siz Sultan. Hamda nihoyatda tafsili holatda xulosa. Haqiqatan mayli bu sizning gapingiz bo'lsin, Nurmat efendimning gapi bo'lsin. Bu da'voni qilayotganlarniki, ya'ni dadil holatda o'zininki gapini deyalishi, o'zidan o'zi huduksirab turmasligi intayin muhim bir masaladir. Hamda şu ahirgi yaqinqi yillarda bu tashkilotlarningki Malayziya, Indoneziya bu rayonlarga bekrak markazlashib qolishidagi sababni qanday tushunimiz tasodifiylikmi yoki ba'zi inkoslarni balkim ko'rgansizlar ijtimoiy uchur vositalarida buni bu savolga birlikda biz ninki imom raisimiz yaxshi bayonga to'xtalgan bo'ldi. Mencha texnik yaxshi javob beradi deb o'ylayman. Yani bu noktada bizninki nima uchun bu rayonlarda faaliyet qilganligimizni yaxshi bildirilgan bo'ldi. Başka teşkilatlarninki bu rayonlardagi planlari va nishonlari mencha ularning o'zlaridan so'ralishi kerak, ama bizning noktamızdan her vaqt deyilgandek bizninki gene umumiy bir stratejimiz noktasidan biz bu rayonlarni ezelden mayli Türkiye'deki vaqtimizdan tartib aloqamizni davomlashtirib kelyapmiz. Kelayotgan va yaqinqi faoliyatlarimiz shu yerda ham ko'paygan bo'ldi. Bundan keyinmi yana shu deyilgandek o'z strategiyamiz va planlarimiz asosida bu rayonlarda Sharqiy Turkiston da'vosi uchun nurg'un sharoitlar bor, siyosiy nuqtadan nurg'un nimalar bor. Shuningdek Indoneziyaning nurg'un imkoniyatlari bor. Bular uchun biz tayyorliklarimiz var. Malayziyaninki nuqtasidan yeni bir muhim nuqta nimaga vaqtida Nurmatgam degandek OIC'dagi muhim o'rni ba'zi vaqtda Turkiyaga qaraganda Malayziyaninki Arab va islom dunyosida yo'l boshlamchi bir ulgu davlat sifatida rol o'ynay olishi muhim bo'lganligi uchun nurg'un faktorlar bilan bizningki Malayziya ziyoratimizniki va faoliyatlarimizning ko'payishiga sabab bo'ldi. Buni biz o'zimiz tarafimizdan beradigan javob bu. Qanıga menche Nurmatgam aytdi yaxshi. Qo'l ko'tarasiz Nurmat efendim. Tekrar bir ta'kidlab turgan nokta. Biz aldı bilen bir başka teşkilatlarla özümüzün ortasında bir rekabet yakınmasa bir ziddiyet hukukunu ta'kidlayman. Xo'sh. Bayatımda bizden kılıvatqa işimizde bir planlıq uğurlaştırıp, yani bunun icra eti, bunun da uçuraydıgan xırıslarımız, bunun da taqab oturgan tedbirlerimiz, hemen hepsini biz bir qağız yüzü kılıp çıkvatımız. Yazma aletde bunu arxivlaştırıp,
resmi halda özümüzdeki imkoniyatlarimiz, iqtidorlarimiz ve bu iş hizmetini qila oladigan xodimlarninki sapası ve ko'msa bilim nuqtasi ve shundoqla Malayziya bilan bo'lgan munosabatlari, Malayziyaning ichidagi boshqa nufuzlari qatorliq masalalar bor. Shunlashqalik Malayziya davlatiningki diğer başka teşkilatlarınki başka qiyindaşlarımızdan birisi bizning hech qanday bir qarshi fikrimiz yo'q. Chunki yig'ib kelgan chog'da qiyindaşlarımızdan o'xshashlar shu Uyg'ur masalasini, hozir bo'layotgan xalqaro kun tartiblarni, Amerika va boshqa Yevropa davlatlari ilinayotgan qarorlar, mo'shullar, davlatlarninki irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilishi qatorliq masalalarni anglatish orqali Malayziyaga ijobiy bir ta'sir ko'rsatsak yoki misol millatning dardi anglitib qolsa degan qiladi deb tunayman men, mening bilishimcha. Chunki bu yerda bir buzg'unchilik nuqtasi yo'q deb qarayman. Ammo lekin men bayatın başdan oxir deb kelayotgan nuqta. Sistemlashgan bir qurilmani bir ro'yobga chiqish va shundaqla buni xizmatga silib xodga silish va xodga solgandan keyinki buni davomlashtirish va buningki yiqilg'isining qandacha tugab qolganligini va nishonning nimaligini bilish qatorliq bu omillar hamda her kimning tuzgan o'zininki strategiyasiga qaraydi. Her kimning o'zininki shu da'voning nuqtasini tushunchasiga va shundaqla o'zi yetmoqchi bo'lgan nishonlarga qaraydi. Men bayatında tafsili de demagan nurg'un ishlar bor bu yerda. Biz bu narsani qanday qo'lga keltirganligimizni demaymiz. Lekin hamda bizning bu yer erishganimiz bu qatorliq 8 kunlik ziyorat jarayonimizda biz kutgandan yuqori natijalarga erishdik deb qarayman. Mayli bu ularninki qizg'inlik nuqtasidan jihatdan bo'lsin, mayli buni hozir Malayziyada amaliyotda saylan mezgilida davlatning ichida kelkun ofat bo'ladi janubiy qismida, Juhurlarda ve başka yerlerde üzerindeki nurgulluğun meseleleri var. Çünkü yan saylamda tutuklanan Anwar İbrahim'in nurgulluğun gün tertipleri vardı. Ve şundakla iktisadi cihette bir yama hazır malbasını örlep gitişi, halkınınki turmuş seviyesininki üst gitişi, malbasını üsep, maaşını tüvel alet sakını kılıç katarlık bu amilla inflation deyimiz, yani bu üsüm katarlık nurgul amilların üsep gitişi, başka bu Covid tesirde Malaysiya xili ig'ir ta'sirga tushgan bir davlatdan. Shunda ichki masala o'sha holat turibmi? Masalan, bizdek bir Sharqiy Turkistonda zil bir masalaga bir urum berilishida yerda bir ochiqchilik, bir anaqtirlik, bir omillar bor. Bu omillarni biz tafsiliy deb o'tamiz. Lekin bu yerdagi boshqa xizmat qilgan qarindoshlarimizni bundan keyin masalan mush qurilib bo'lgan tashkilotga tuzla desam, akilib yana bir tashkilot qurib jumang. Nima deydi? Bu Malayziyada beysizchilik. Men nima qo'shim, kimdan bo'lsin, ismini aytaman, men falonchi manda qilgan degan gap. Hech kim bo'lsin, u kelib boshqa bir tashkilot qurmaydi. Biz mala manda deb quribdi, biz manda qilsa qilmam degan hamkon o'zman. Agar xohlasanglar, shu vakillar Umru Uyg'ur Malaysia Relations Office yani organization, Uyghur Malaysiya munosabatlari ishxonasi ya tashkilotimiz gül Sharqiy Turkistonninki, gül Uyg'urlarninki manfaatli munosabatli xizmatlarni ashar qilishga tunji qatim bat ochgan ekan, hurmatimizni qilsanglar degan talab. Men ammo lekin bu yerda hech kimga manda qiladi, qilmanglar deb buyruq berish narsa emas. İxtiyor sizlarga qarindoshlar. Ammo lekin Malaysiyaninki vaziyatimi va bilasizlar nayt zil vaziyat bu. Malaysiyaliklar samimiy xalq bo'lgan bilan bu savolni bizdan so'ragan. Bu qanday ishlab so'ragandan bo'ldi. Nayt ijobiy javob beribmizmi? Sizningki bizning o'rtoqligimiz ham narsamizni bilamiz. Chunki millatning dardi biz o'rtoq, vatanning birligi o'rtoq, tuproqning igdorchiligi biz o'rtoq. Bizning shaxsan men shu asosliqqa da'vo qilayotgan va shundaqlar o'ziningki vaqtini chiqarib shu Sharqiy Turkistonning ovozini anglatayotgan tashkiliy qurumining hammasiga mening shaxsiy hurmatim bor. Mayli ulan herkes chetga qalmayman. Shaxsiy hurmatim bor. Ular qo'ldan kelib chiqdi. Bayatın dedim bu. Qo'ldan kelgan yo'l bo'yicha qilyapti. Shunlashib men boshqa hamma odam mendek bo'lsin deb talab qilmayman. Menmi boshqalar manda qilayotganingizda boshqalarning yo'liga kirib ketmaymiz. Chunki bizning o'zimizningki shu chiqargan hosilotimiz shu millatninki 74 yillik munqarizlik holatida va shundaqla 74 yildan tortib xalqimiz uchrayotgan to'xtamsiz yurgizayotgan irqiy va diniy siyosiy qirg'inchilik siyosatiga qurbon bo'lishimiz va shundaqla nima uchun shunday holat kelib qolishimiz qatorliq narsalarni o'ylangan bir erkak bo'lish bilan Sharqiy Turkiston da'vosiningki haqiqiy ma'noda insonlar to'piga, davlatlarga, tashkilotlarga, medialarga
bu şekilde anlatsa belki ünüm bulamdiki degan bu strategiya planımız bilan ma'dud deb o'ylayman. Hem bizning tuzgan talab planlarimiz ve talab qilgan nuqtalarimizninki Malaysiyanınki yani mustaqil bo'lgandan tortib 64-yildan tortib hozirga qadar o'zining ko'rsatgan cho'ng tirishchanliklari, xalqarodagi ko'rsatgan tirishchanliklari, ichkilik tirishchanliklari qatorli omillarga bog'liq. Bu bog'langan joyda albatta ularni tabiiy bir o'xshashlik bir narsa sizlik sezgan bo'ldi. Bularni bizga diniy nuqtadan qarindoshligidan tortib, siyosiy jihatdan qarindoshlik Malaysiya bir koloniz bo'lgan davlat, Angliya besib olgan davlat. Mustaqilni qanday qilib oldinglar deb savol so'radik. Qurollar olgan sizlarga dedi kulib ketdi. Bu savolimizdan. Unda bo'lsa, bizningki oladigan yo'limizning ichida bu narsa yo'q bo'lmasligi mumkin. Vaqtdan vaqt kelgan joyda agar xalqaro vaziyatda shunda bir kun tartiblangan bo'lsa, bizningmi agar bu narsa voz kechmaymiz degan maydonimiz bo'lib keldi. Ama bunun qarshi turib, unda bo'lsa terrorchi kelsa deydigan gap chiqmadi bir yerdan. Ama maydonni bilish boshqa. Yani ama hozir Sharqiy Turkistonda haqiqatan bir analiz edip verilip xalqimizga oshkora fursat bo'lgan bo'lsa, mustaqillikni qanchalik odam xohlaydi desa, ishonsangiz 70% shu odam xohlaydi. Xo'sh. Demak, unda bo'lgan ekan nimasi bu xalqninki o'rtaq orzusini bizningki tilimiz bilan anglatishi ham xolos bu. Bunun neticasini qanchalik chiqishini biz vallohu alam biz bilmaymiz, Alloh biladi. Biz ondan cho'qim manda natija chiqib o'tamiz. Mancha yilda manda ozod qilib turmizga va'dini bermaymiz qarindoshlar. Biz faqat mush yo'lga chiqib, mush yo'lda samimiyatimizni ko'rsatib mangsak, bir inson tufaylidan bir jamiyat o'zgarib qilish mumkin. Bir insonning so'zi orqali bir davlatning rahbarininki pozitsiyasi o'zgarib qilishi mumkin. Shunlashqa oxirida men mayli bu istiqlol televiziyasi orqali bo'lsin yoki boshqa suhbatlar orqali bo'lsin ziddiyatga sabab bo'lgan omillarninki mumkin bu qadar haqlarni xato tushunmaslikni umid qilaman. İnşallah qo'ldan kelgan dunyoning har qaysi yerda xizmat qilayotgan tashkilotlar qarindoshlarimiz o'zining qo'ldan kelgancha ishni qilyapti. O'zining maqsadi bor. Ularning strategik planlari bor. Ammo lekin aslında bu meselede devletin müstakillik meselesinde xalqaro qabul qilingan bir şekilde etkilişimiz için hemmimiz avvalo baş bir ortak nişan yani commonly accepted notion'dan birine çıkışımız kerak. Xo'sh, to'g'ri. Bu narsa tavsiya şekilde qo'yim. Bu to'g'ri, nurg'unlagan akademiklarimiz dedi va biz kitob yozyapmiz, mandat qilyapmiz, anda qilyapmiz deydi. Lekin so'zdan boshlaydi. Haqla, masalan, eng aqallisi bizni nimadan boshlaydi? Ismimizdan boshlaydi. So what's your name? Dan başlaydı. Emmeden. Where are you from? Siz neymiş kılısınız degan 3 narsadan soraydı. Demek biz özümüzün davasınınki ismini, nereden kelganligini ve nereye baradiganligini 3 narsani to'g'ri tushuntirib berarsak, inshaalloh xalqarodami, insonlar topidimi, davlatlardami ijobiy o'zgargan ko'z qarashlar maydonga keladi deb ishonaman. Ko'p rahmat. Alloh razı olsun. Elbette bu tema paranlasak nayeti köp uzurap ketdi vaqtimiz mı? Tugab eshib ketdi. Başqa bir muhim so'zlanadigan bir narsa qolmadi deyman. Asas xulos şekilde qildik. Bütün ziyoratlarni ayrim so'zlashimiz bor ekan. Umumiy maqsadlar hammasi ro'shan bo'lganligi uchun o'shada oxirlashtirsak, oxirda haqiqatan Nur Muhammad efendimning degan bu chaqiriqni alayda ta'kidlash kerak bo'lgan chaqiriq deb qarayman. Qayta ta'kidlanishi kerak bo'lgan maqsad, madamiki maqsad oxirgi nishon o'xshash bo'lgan ekan. Ya'ni bu yerda satlashib o'ltamanglar, agar qurg'un xizmat qilganlar bo'lsa, kelinglar, biz shu ishxona Umro Uyg'ur Malayziya munosabatlari tashkiloti birlikda xizmat qilaydi. Ama ikinci bir şekilde kurup uyadı ki Malay halkının o devletimi Uygurlarının kandak bir kişiler işgalliğini parça. Bunu his kıldığımda ola diyen bu çakırık hakikaten pek mühim çakırık deb qarayman. Şuna qilib şeyde akıllaştırdı. Her iki mihmallarıma köp rahmet eytimen. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ondan keyin ahırda riyaset efendiler kam şu tamaşalarning iştirak qilish qarindoshlarımizga Muş aldığımız gibi bakın Ramazan münasebetiyle bizimle Ramazan'la salamımızı yollayımız.
Hem de Ramazan münasebetiyle şu Müslüman devleti olan Malasya'da yüzümüzdeki köp katlarlık programlarının bulduğanlıkını inşallah cemaatimizge hazır yetkizimiz. Neticelerini inşallah roziyetlik, heyetlik soğuğumuz sütüde biz bayatın degendek bazı projektimizdeki neticesi. Ama ahir teklif edilen aksam hiç kanda bir insan, hiç kanda bir teşkilat hataçılık kalmışsın. Pul cıkkını bakmayız biz. Hoş hoş. Bu şey isim tutanlar men bunu degenme şu yerde chet elge kütürep gitgan pul jığılmaydı. Amma lekin omurog pul jığıldı. Yani Malasya'da hizmet kılgan teşkilat pul jığıldı. Bunun başkurucusu 7 kişilik heyet, 7 kişilik şu ara yani 14 kişi tarafından başkurulduğan sistemini koygan ve Malasya'nın kanunu boyunca başkurulgan bir cemiyet koyganlığı için bu bir kanunla kaldı jığılıdığan bir supula arkalık biz kılımız. Bu nesne aldı bilen deptim. Chet eldeki Şarkı Türkistan davasını kollaydıgan Şarkı Türkistan davasındaki Malasya'daki muşu yeni bir hizmetine tebrikleyme, yetlik verme dediğin her kim olsa karşılayın. Teşkilat olsun mu, insan olsun mu, ticaretçi olsun mu karşılayınız. Çünkü bizim uyarı kıldığın hizmetimiz başka bir devlette yüzümüzün adamının yok boğan sıkıntı boğanlık için, nurgulgan bedel talep kılgan boğanlık için kılın. Ama her kim belgen nesige biz yüzümüzge layık, şunun layık mükafatını kaytırıp verdiğinde teyarlığımızı ile alırız. Bu şinasını doğru düşünüp bilişini ümmetime. Allah razı olsun kardeşlerim. Dünyanın her Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah'tan Ramazan münasebetiyle Kafirlik naiti enik buldu dep qarayman. Köp rahmat. Allah razı olsun. Qadirli görürmenlerimiz, şuna qılıp bugünkü vaqa ve mülahize programımızın 38 Nisan'ı müşahede ahirleştirsek. Her işkeyle naiti meğizlik, bütün ceriyanlarını halkımız, milletimiz, davayımız için etilgan bu güzel qadamni naiti roşan düşendirip badi dep qarayman. İnşallah Rabbim bu davayımızı texinmek, yükseldirişke, bizning tirishchanliklarimiz bilan, samimiyatimiz bilan texim nurg'un dunyoning har qaysi joylarida texim kuchlik qadamlarni besishga nail qilishini muyassar qilishini Allohdan tilaymiz. Sizlarning ham ijobatli duolaringlarda qo'llashinglarga, duo qilishinglarga ehtiyojimiz bor. İnşallah Allah ömür versin. Yeni bir qatımlıq programımızda yüz görüşükçe aman boğayslar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.